Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugungi videomuz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbera shaharchasidan olib borilmoqda. Chislo 27-oktyabr. Jaguar kombaynda sekin silos o'rilmoqda. Hurmatli birodarlar, mana shu silosimiz xudo xolasa yer ichidan 500 so'm narxga chiqyapti. Bumbillari o'ziga yarasha Xudo xolasa silosning narxi sekin-sekin pastlamoqda. Chunki ko'pchilik silos bosib oldi. Lekin holatiga qarab ko'tarilib boraveradi. Faqat Jaguardagilar. Video olishimizdan maqsadimiz shu narxlarda sekin bilib olish xolos. Makka narxi yaxshi. Birodarlar, bu Makka o'zi 450 so'mlik Makka. 500 so'mdan taroziga qo'yib beryapti, chunki dumbillari ko'proq, yaxshi. Dumbillari pishganligi sababli 500 so'mdan qo'yib beryapti. Dumbillari mana. Kambo'yin Jaguar o'sha birinchi skorga qo'yib maydalab bo'lib beryapti. Mana bitta mana yaxshi. Hammasini ochsam yaxshi holatda. 500 so'mdan sotilish sababiga asosan kombayn sababchi. Chunki Jaguar kombaynda o'riladi, Jaguar yaxshi uradi. Birinchi sababi maydalaydi. Makkani ham maydalaydi. Shuning uchun 50 so'm 60 so'm qimmat yuradi. Xaridori ham ko'p bo'ladi. Bu chiqarayotgan videomizni kuzatib boringlar. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirasizlar. Asosan maqsadimiz narxda bildirib borish. Narx ko'ryapsizlar, silos Makka yaxshi ahvolda, yana bir bor ko'rsatib o'taman. Makka yaxshi ahvolda, begona o'tlari yo'q, taydebaklari qurigan, yaxshi. Lekin bundaqa qimmatbaho urug'dan bas. Shuning uchun 500 so'm, mana o'zlarining holatini ko'ringlar. Narxini ham sekin chiqarib boraverasizlar. Bu dehqonni bunchalik qilib olish oson emas. Tayi quriyapti, mana suv yo'q. Shuning uchun juda qiyingarchilik bo'lgan. 500 so'mdan yaxshi sotilyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda sotuvdagi yer bor, o'shani ham bir ko'rsatib o'taman. Sizlardan faqat bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, narx-navoni bilib borasizlar. Nomerimni ham qo'yaman, xudo xolasa o'shanda sotuvdagi bor. Kombayn mana shu Jaguar kombayni bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab o'zlaringiz fikrlaringizni bildirasizlar. Birodarlar, yaxshi silos bo'lsa shu mashinamizga 7,5 tonnadan 8 tonnagacha yuk olinyapti. Faqat yaxshi siloslar, o 400 so'm, 450 so'mliklar unchalik kila bosmaydi. Birodarlar, Jaguar kombayni nimaga bir 50 so'm, 60 so'm qimmat yuradi sizlaring? Chunki bu silosda yaxshi kiritib Makkani maydalaydi. Buni bir 3 xil skorlari bor, o'shaning uchun bu jicha 50 so'm 60 so'm raznisada yuradi. Bu dumbillarda ham, pishgan makkalarda ham maydalash xususiyatiga ega. Bu dumbillarni ko'ryapsizlar. Makkamizni bo'yi birodarlar ozgina pastroq, lekin dumbili yaxshi. Dumbili yaxshi ahvolda. Siriyaga kelgan, dumbili yaxshi. Kombaynni ko'ryapsizlar, nihoyatda yaxshi uradi bu kombayn. Shu degan mehnatlarimizga sizlardan bittadan like, obuna bo'lib qo'ysalaring, narx-navolarni bilib boraverasizlar. Qana narx bo'lyapti? Bemalol dehqonlarga ham, oluvchilarga ham imkon darajada foydamiz tegganidan biz xursandmiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Videoni kuzatib borganlarga kattadan katta rahmat. Oilalaringga baraka ato etsin Alloh. Sog' bo'linglar.